أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وأصحابه عليهم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli saboqdoshlar, bugun darsimizning tunugunki qaysi vaqtlarda namoz o'qishga bo'lmaydi, cheklangan vaqtlar qaysi vaqtlardan iborat degan bu haqda to'xtalib kelgan. Bugun shu darsning davomi va oxirisini davomlashtirmoqchi. قال ولا يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب. Musannif mundaq deydi. Bomdat namazıdan keyin bomdat namazının farzini o'qib bo'lib, kun chiqqaniga qadar nafl namoz o'qishga bo'lmaydi, nafl namoz o'qilmaydi. ولا بعد العصر حتى تغرب. Asr namazini o'qib bo'lib, asr namazini o'qib bo'lgandan keyin kun patqanga qadar, kun kirib ketganga qadar nafl namoz o'qig'ili bo'lmaydi, sunnat namoz o'qig'ili bo'lmaydi. Ammo bu haqda ulamolarning oz ixtilofi bo'lmagan. Jumladan İmam Şafii rahimahullah alayh Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның Qashqa İmraul Qaysning elçileri kelib Resulullah'ni namoz o'qishdan to'sib qo'ygan. Ya'ni peshimning 2 rakat namozini o'qishdan to'sib qo'ygan. Ular ketgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o 2 rakat namozni peshimning 2 rakat asrninki 4 rakat farz namozidan keyin o'qigan. O'qigan chog'ida Aisha radhiyallohu anhu ya Rasululloh sizlar 2 rakat ya'ni asrdan keyin namoz o'qig'ili bo'lmaydi degan namoz o'qiyotligi degan chog'ida payg'ambar alayhisalom bu peshimdan qat qolgan 2 rakat namoz meni İmraul Qaysning elchilari namozni o'qishdan kashilik qilganlik uchun hozir o'qidim degan bu hadisni tutqib turib peshimdan keyin namoz o'qig'ili bo'ladi dedi. Ya'ni asrdan keyin namoz o'qig'ili bo'ladi degan. Ammo bu لحديث أبي سعيد الخدري أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رواية قلغان حديثنا دليل بلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقتين. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu iki vakta namaz o'qishdan to'sgan. Yani bunda namazını o'qib bo'lgandan keyin kun chiqqaniga qadar asr namozini o'qib bo'lgandan keyin kun petib kirib ketganga qadar namoz o'qig'ili bo'lmaydi degan bu hadis kelganlar uchun mana bu vaqtlar namoz o'qish to'silgan vaqt. Shunga bu vaqtlardan keyin namoz o'qishga bo'lmaydi deymiz deydi. Bu hadisni İmam Buxoriy chiqargan, İmam Muslim chiqargan, yana İmam Ahmadning musnadlarida sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqul, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini anglagan, la salata ba'da subh. Bomdat namozidan keyin namoz yo'q. Namoz o'qig'ili bo'lmaydi. Hatta tartafi'a shamsu. Kun ko'tarilganga qadar, kun chiqib, to'liq chiqib, nayzi bo'yi ko'tarilganga qadar namoz o'qig'ili bo'lmaydi, namoz o'qish yo'q. Asr namozidan keyin namoz o'qishga bo'lmaydi.
hatta tag'iba shamsu kun patgan, kun g'oyib bo'lganga qadar degan bu hadisni rivoyat qilgan. Shunga bu hadislarning rivoyatlari xilma-xil bo'lganligi uchun ba'zan sahobalar Abu Hurayra radhiyallohu anhu'ningki hadisini buningga rojih qilsa, bu shaylar ba'zilar yuqoridagi hadisni Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu hadisini rojih qilgan. Shu rivoyatlarning ko'pligi e'tibori bilan ijtihod yana buningda xilma-xil bo'lib qolgan. Wa yajuzu an yusalliya fi hazayn al-waqtayn al-fawaita wa yasjuda lis-salat lit-tilawati. Bu ikki vaqtda namoz o'qish durust cheklanmaglik. Qandaq namoz o'qisa bo'ladi. Qanda namozini desa, qazo bo'lib ketgan, vaqtida o'qiyolmagan farz namozini o'qisa bo'ladi. Va yasjuda lit-tilavati. Asrdan keyin Qur'on o'qib qolgan bo'lsa, Qur'on o'qay deb o'ltirib Qur'on o'qigan bo'lsa, ya bomdat namozdan keyin kun chiqqanga qadar bir para yoki 5-6 varaq namoz Qur'on o'qay deb Qur'on o'qigan bo'lsa, Qur'on o'qish jarayonida sajda oyatiga uchrab qolib, sajda oyatini o'qigandan keyin sajda qilish uningga vojib bo'lib sajda qilsa, bu durust. Ya'ni sajda tilovat uchun sajda qilsa yoki qazo bo'lib ketgan farz namozini o'qisa, buningga bo'ladi. Bu ikki vaqtda namoz o'qisa bo'ladi. Wala yusalli rak'atay tawaf. Tavafning 2 rak'atini 2 rakat namozida o'tsa bo'lmaydi. Chunki tavaf qiluvchi maqomi Ibrohimning qashig'i kelgan chig'ida Allah Ta'alaning vattaxizu min maqomi Ibrohim musalla degan mushu so'ziga asosan 2 rakat namoz o'qish ba'zan mujtahidlarning qarashida vojib, yana ba'zanlarning qarashida sunnat. Xosatan Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining qarashida bu vojib. Bu namozni yana bomdatdan keyin yoki asrdan keyin tavof qilish to'g'ri gap qilib tavof qilgan bo'lsa, yana tavof qilgan bo'lsa, shu vaqtning o'zida bu 2 rakat namozni o'qisa bo'lmaydi. Li'anna an-nahya lima'nan fi ghayrihi. Chunki Payg'ambar alayhisolatu vasallamning bu yerdagi to'sishi o vaqtning g'ayridagi, vaqtning ichidagi emas, vaqtning g'ayridagi bir sabab, vaqtninki sirtidagi g'ayridagi bir sabab uchun to'sgan. U sabab shag'lu jami'il vaqti bil farz. Bütün vaqtning farz bilan to'shishi. O namozning din keyin ya'ni asr vaqti yoki bomdatning vaqtiga kelsak, u vaqt butun farz namoz bilan to'shib ketgan. U vaqtda faqat farz namozlar o'qiladigan bir vaqt bor. Bunda bo'lganlik uchun savobul farzi azam, chunki farzning savobi katta, darajasi oliy. Fala yazharu nahyu fi haqqi farzin mislihi. Bunda bo'lganda bu to'sish vaqtning g'ayridagi bir sababning jahdini to'sab chiqadi. U vaqtning g'ayridagi sabab nima desa, uning vaqtning sabab u vaqt farz bilan to'shab ketgan vaqt. Farz bilan to'shab ketgan vaqt bo'lganligi uchun farz bilan shug'ullanmay boshqa nafl ibodatlar bilan shug'ullansa, uningga u vaqtda o'rin yo'q. Fala yazharu nahyu fi haqqi farzin mislihi. U shu namoz vaqtida o'qiladigan namozga o'xshash farzning haqqida nahiy kelmaydi. U vaqt, ya'ni shu vaqtning o'zida asrning vaqti desak,
asrga o'xshash bo'lgan farzdan birisi o'qilmoqda bo'lsa, qazoolab ketgan farz namoz yoki qazoolab ketgan farz namozning birisini o'qimoqchi bo'lsa, u vaqtda bu nahiy uningga kirmaydi, ya'ni o'qisi bo'laveradi. Va zahara fi rak'atay tawaf, tavafning 2 rak'atida bu nahiy kirib qoldi, li'annahu dunahu, chunki tavafning 2 rak'ati, chunki tavafninki bu 2 rakat namozi o farzninki tunidir. Farzga o'xshash emas, ya'ni ya vojib ya sunnat. Ya vojib ya sunnat bo'lganligi uchun bu nahiyning ichiga kirib qoldi. Ammo o farzga o'xshash farzning haqqida nahiy aralashmaydi. Nahiy uning kamaydi. O nahiy to'salgan bo'lmaydi, u vaqtda o'qiyversa bo'ladi. Qala ولا بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر. Kun chiqqandan keyin, ya'ni musannif deydi, kun chiqqandan keyinmi bomdatning 2 rak'atidan ko'p namoz o'qishga bo'lmaydi. Kun chiqqandan keyin wala qabla al-maghrib, namoz shamning oldidami, wala qabla salatil ayd, ayd namozining oldidami namoz o'qishga bo'lmaydi. Sababi li'annahu sallallohu alayhi va sallam lam yaf'al zalika ma'a hirsihi ala salati. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam unda qilmagan. O payg'ambar alayhisolatu vasallam namozga shunda qiziqadigan, namozni suyadigan, namozga amroq bo'lsa-mu, ammo payg'ambar alayhisollam unda qilmadi. Mana bu qilmaganligi payg'ambar alayhisollamning bu vaqtda namoz o'qisa bo'lmayotganligining dalili. وفي الثانية تأخير المغرب وهو مكروه. İkincisida namoz shamning oldida namoz o'qilsa, namoz sham namozini kechiktirib qo'yish, keyniga ta'xir qo'yish ehtimolligi bor. Va huwa makruh. O makruh namoz sham namozini ba'zan ilmolar uning vaqti 5'i avvali deydigan vaqti yo'q, birli vaqti bor desa, ba'zan ilmolar namoz kunning qizilligi yo'qolsa desa, ba'zanlar kunning qizilligidan kin qiladigan bir aqliq bor. Aqliq uningdan kin qilgan qorong'ulik bilan yo'qolmasa, namoz shamning vaqti qazo bo'lmaydi deb ijtihod qilgan. Shuning uchun namoz shamdan burun namoz o'qilsa, namoz shamni kechiktirish, keyingi tartiblash ehtimoli bor. Wala iza kharaja al-imam yawm al-jum'ati. Imom juma kunisi mihrobga xutba o'qig'ili chiqqan vaqtida yana namoz o'qig'ili bo'lmaydi. Liqawlihi alayhi salam iza kharaja al-imam fala salata wala kalama. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu vaqtda imom mihrab minberga chiqqan bo'lsa, ya'ni chiqsa, agar imom minberga chiqsa, xutba o'qig'ili, musulmonlarga nasihat qilg'ili, tarbiya qilg'ili, fala salata, u vaqtda namoz o'qig'ili bo'lmaydi. Nafiy qildi Rasululloh, namoz yo'q, ya'ni namoz o'qig'ili bo'lmaydi deb. Wala kalama, gap qilg'ili bo'lmaydi. Chunki Rasulullohning boshqa hadislarida qandoq bir odam, ya'ni qashida o'ltirgan odamga jimto deb uningga nasihat qilsa, u kishining namozi lag'vi bo'ladi degan payg'ambar vasallam. Yana bir hadisda bo'ri yog'ichining tayoqlarini o'ynashib o'ltirgan bo'lsa, u odamning namoz bo'lmaydi degan. Ammo imom munbariga chiqqan vaqtida namoz o'qisa, namoz bo'lmaydi desa, Rasul sallallohu alayhi va sallam mihrobda so'zlab turayotgan vaqtda Abdulloh ibn Abbas radhiyallohu anhu kirib namoz o'qimay o'ltirgan chog'da payg'ambar sallam o'rnidan namoz o'qisan, 2 rakat namoz o'qi degan Rasululloh. Mana buning bilan 2 rakat namoz o'qish imom xutba o'qib turgan holatda bu xos Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nima ko'rsatmasi
degan bu dalilga asosan bir turkum ulamalar namoz o'qisa bo'ladi. Qala ولا يجمع بين صلاتين في وقت واحد في حذر ولا سفر. Musannif deydi, ikki namozni peshim asrini bir vaqtda mahallida safar qilmagan holatda va safar qilayotgan musofir holatda jug'lanmaydi, uni jug'lashga bo'lmaydi. Bununla dalil Allah subhanahu wa ta'alaning inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta degan so'zi. Haqiqatan namoz mu'minlarga vaqti bekitilgan, vaqti muayyan oydinlashtirilgan farz bo'ldi deb Alloh taolo mana buningda namozni farzligini bayon qilish bilan birga vaqtini bekitib, vaqtini aniq tayin qilib, u vaqti bekitilgan namoz deb bayon qilgan. Unda bo'lgan chaqda har bir namozning vaqti bor. O namozni jug'layman deb peshimni asrda o'qiydiganga yoki asrni peshimda o'qiydiganga bo'lmaydi deydi Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi. Va fil jam'i tag'yirul vaqt. Jug'lasa vaqtni o'zgartirib o'tish keladi. U vaqtda namozninki farz bo'lishining sabablari vaqt edi. Vaqt kirganlik e'tibori bilan, ya'ni sabab topilganlik uchun musabbab, ya'ni u namoz farz bo'lgan edi. Unda bo'lganlik uchun vaqtni o'zgartirib o'tish to'g'ri keladi. Vaqtni Alloh taolo bekitib bergan, bizning vaqtni o'zgartirib qo'yishga hech qanday imkoniyatimiz yo'q. Va yajuzul jam'u fi'lan la vaqtan. Anda bo'lgan chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jug'ulgan degan hadislarga qanday qaraymiz deyilsa, jug'lash fi'lan bo'ladi, vaqtdan bo'lmaydi. Ikki namozni o'qigan vaqtda bir vaqtda o'qish bo'ladi, ammo vaqtni jug'lab peshim namozini asr namozining vaqtida yoki asr namozini peshim namozining vaqtida o'qishga bo'lmaydi. Ammo peshimni eng oxirgi vaqtda, asrnicho eng avvalgi vaqtda ikkisini bir vaqtda bir yerda qiladi dedi. Va huwa ta'wilu ma ruwiya. Bu rivoyat qilingan annahu sallallohu alayhi va sallam jama'a, payg'ambar alayhisolatu vasallam jug'ilgan, namozni jug'lab o'qigan deb kelgan rivoyatlarning ta'vili shu. Bu Imom Muslim Anas ibn Malik roziyallohu anhu rivoyat qilib dedi, u Anas كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر deb rivoyat qilingan. Payg'ambar alayhissalatu vassalam safar qilmoqchi bo'lsa yoki safar qilgan vaqtida kun egilishdan burun, kun ozroq qiyilishdan burun safar qilmoqchi bo'lsa, peshimni kechiktirib asrning vaqti kirganga qadar kechiktirdi. Summa yajma'u baynahuma. Asrning vaqti kirgan chaqda asr bilan peshimning o'ttisini ikkisini jug'lab asrning vaqtida birga o'qitdi. Va iza zaghat salla zuhra summa rakiba. Agar kun shundoq egilgan bo'lsa, payg'ambar alayhisalom peshimni o'qib, ulug'iga binitdi degan bir ismi bor. Ama Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'ın bir hadisi var. Cema'a Resulullah beyne zuhri vel asri vel magribi vel aşai fi gayri khawfin ve la matarin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peshim bilan asrni biriktim, sham bilan xuttamni biriktim. Ne düşmanning qo'rqinchisimi yo'q, yoki yomg'ir, qattiq yomg'ir yoki sovuq qor ya bo'ron bumi yo'q, bunda holatda jug'lagan degan hadis
qila li ibn Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuga deyilganki va ma arada ila zalik payg'ambar sallam shuningdan nimani iroda qildi nima maqsadi bor deganda Abdullah ibn Abbas arada alla yuhrija ummatahu payg'ambarim ummatini bir mushaqqatga tashlamaslik mushaqqatga sanmaslikni iroda qilgan degan hadisni bu Imom Muslim chiqargan. Bu hadis Imom Ahmadning musnadlarida kelgan. Sahih Ibn Habban bu hadisni sahih degan. Demak, mana shunday hadislarda nima deydi desa, ta'vilu ma'ruya bu rivoyat qilgan jug'lidi deb rivoyat qilgan narsa ta'vili vaqtda jug'limidiki nimada xilqda jug'lidi. Ya'ni ikki namozni birga o'qidi, pishimning oxirisi asrning avvali, shomning oxirisi xutbamning avvalida jug'lidi. Ammo jumhur ulamolar vaqtdan ham jug'lagan, fi'lan jug'lidi, vaqtdan ham jug'lidi. Masalan, pishimning avvalida asr namozini yoki asrning eng oxirida pishimning namozini o'qigan payg'ambar alayhisalom nima uchun? Chunki Allah subhanahu va taolo vaqt bilan bekitgan va vaqt bilan farz qilgan bu namozni yana o'zi musofir uchun ya qattiq bir xavf uchun, ya'ni musofir uchun o'zi 4 rakatlik namozni 2 rakat qilgan sunnani ravotiblarni afi qilgan bir holatida yüzü qaysi tarafga o'dilkasa shu tarafga qarab namoz o'qisa onun bo'lgan holat ruxsat qilgan Allah u vaqtning o'zini ana shu vaqtda safarga chiqqan chaqda mayli u fi'lan bo'lsin va vaqtdan bo'lsin jug'lashga ruxsat qilgan Allah subhanahu va taolaning ruxsati bor. Mana buning o'zini Rasul sallallohu alayhi va sallamning nimasi hadisi bayon qiladi. Alloh taolo 4 rakat farz qilgan namozni 2 rakatga kelsa, sunnatlarni Alloh taolo afv qilsa, bu holda suratan, ya'ni vaqtdan jug'lamay, fi'lan jug'ladi deyishning nima o'rni bor deydi. وتفسيره أنه يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويقدم العصر في أول وقتها. Bu sözün fi'lan qiliqni jug'laydi, vaqtni jug'lamaydi degan so'zning tafsiri u payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oxirgi vaqtga kechiktirdi, asrni burungi avvalgi vaqtiga ilgirlatdi deb bayon qiladi. Demak, mana bu shundoq pishimnimi vaqtida, asrnimi vaqtida o'qitdi. Ammo jumhur ulamolarcha men yuqorida deganimiz o'xshash u alohida bir vaqtda Alloh taolo ruxsat qilgan, alohida bo'lgan nimasi Alloh taoloning bizga marhamati. Qala illa bi arafata bayna az-zuhri wal 'asri va bil muzdalifati baynal mag'ribi val isha'i. İlla vaqtdan fi'lan jug'laydi Arafada pishim bilan asrni, Muzdalifada sham bilan xutbamni bu vaqtda shunday jug'laydi. Inshaalloh har bir sizlarga Kitabul Manasiki, ya'ni haj faoliyatlarining bayonining ba'di degan bu kitobimizda Xudo bo'lsa bu masalalarni so'zlaymiz va tushuntiramiz. Babul azani, namozni vaqtlarini bayon qilgan, tushuntirgandan keyin azonni bayon qilish va tushuntirishning masalasiga temizga keldik. Va huwa fil lugha, va azan degan arab tilida asli lug'at ma'nosi mutlaq to't, bildirish, uqtirish, tashviq qilish, e'lon qilish, chaqalash degan ma'nosi oldi bu. Alloh taolo buni va azanun minallohi va rasulihi degan shu so'zni bu Alloh taoloninki
kafirlardan ada judalığı Allah ve inin Resulünün bayanatı bu. İlanı bu. Demek ki bir şey ne? Bunu ilan bu. Şeriatta ve fi şer'i el-i'lamu bi vakti salati bi elfazin ma'lumetin ma'suretin ala sifetin mahsusetin. Şeriattaki ezanınki menisi namazın vaktini ma'lum Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet kılıngan, sahabeler birlikte kılıngan emas, hadis bilen rivayet kılıngan, mahsus sıfat bilen namazın vaktini nima qilish, bildirish, uqtirish degan bo'ladi. El-i'lamu bi vaqti salat, bildirish namozningki vaqtining kelganligini ma'lum labzlar, ya'ni payg'ambarning rivoyat qilgan labzlar maxsus sifatki, uning sifati, ya'ni siyg'isi, qurilmasi, uningki e'lonninki chiqarish usuli va uningki ovozininki shakli, mana bu o'xshamaydigan holatda namozning vaqtining kelganligini uqtirganlik bo'ladi. Va huwa sunnatun muhkama. Bu azan uçuk sünnet, yoki muakkada, kuchli sünnet. O kuchli sünnet. Qala Abu Hanifata fi qawmin sallaw fil Misr bi jama'atin bi g'ayri azanin ve iqamatin. İmam Abu Hanife rahimahullah bir şehirde cemaat bilen azan tekbir okulmay namaz okugan kişiler hakkında halafus sünnet, ular sünnetke karşı iş kıldı, sünnetke muvafık iş kılmadı dedi. Ve asimu günahkar buldu, yani sünnetle taşlaganlıkın günahkarı buldu der. İmam Abu Hanife mana bu sözü bilen azanın sünnet ekanligini bayan kılgan. Ve qila huve vacibun, bazı ulamalar tarafından onun vacibligini bildirilgan. O vacib deb. لقول محمد لو اجتمع أهل بلد على ترك الآذان لقاتلتهم. İmam Muhammed eğer bir şehirnin ahalisi hemisi azanını okumaslıkta birlikte kelse, azan okumayımız deb laqateltuhum, men ulu bilen uruş gittim degen. Demek o bir adamın beşini sünnet üçün kesişki olmaydı. Ben ular bilen uruş gittim. Ve zalike innema yakunu ala terkil vacibi. Bu uruş kılışını halal sanaş ve uruş gittim deyiş nimega asasen buludu dese, fakat bu vacibni terk etken, yani bir farizni terk etken asasen buludu. O sünnetni terk etkenligi undaq bo'lmaydi deb, mana bu sözüden İmam Muhammed rahimahullah'nınki vacib degichilar bu bağın. Vel cem'u beyne kavleyni, İmam Muhammed'nin vacib degan sözü bilen İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin sünnet degan sözünü qanday jo'g'laymiz? Bunun ikisinin arasındaki farqni qanday bir yerga kelamiz deyilsa, anna sünnetel muakkadata kal vacibi fil ismi bi tarkiha. Sünnet-i muakkada onu terk etişte, yani sünnet-i muakkada onu taşlaşның günahida vacip o'xshaydi deb jo'g'laymiz. Gerçi İmam Abu Hanife onu küçük sünnet, İmam Muhammed onun özü vacip desimi, ama bu sünnet-i muakkada bozulma, onu taşlaş, onun ehmiyet vermeslikning günahida vacipni taşlaganning, vacipga ehmiyet vermegenning gunohi bo'ladi. Shuning uchun ikkisi yani o gerçi atalgıda birisi vacip, birisi sünnet desimi mujtahid ulamolarimiz, ama hakikatte, mahiyette ikkalisi bir gap. Ve innema yuqatalu ala terkihi. Azanni o'qimaganlikning, qo'yib qo'yganlikqa urush qilinishi,
urush qilinishi li'annahu min xasaisil islam va sha'iri. Chunki bu azan islomning xususiyatlari, alohidaliklari va uningki shuarlaridir ya. İslamның belgilerinden, alametlerinden. Şunun için azanını okumagan kişi onun urush qiladi. Xuddi namaz İslamның şuarı. İslamның şuarı. Mescid İslamның şuarı. Ölema İslamның şuarı. Şunun o'xshash İslamның şuarı. İslamның şuarı yıkılgan. İslamның şuarıga zarbi berilgan. İslamның şuarıga qarshi qilgan yerda uningga qarshi urush İçiliş İslam'ın ruhsatı. Ve men yuazzim şa'airallahi fe innaha min taqval qulub. Demek hükmü en tuvanda sünnet-i muakkide yuqurduca vacib. Ve sifatuhu bunun sıfatı qaysi xil sifatda desa bunun sıfatı Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ala salah. Hayya ala felah. Hayya ala felah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Benim muşunda hikaye kıldı. Abdullah ibn Zeyd ibn Abdurrabbah Osmandan tushkuchining azonini shunday rivoyat qilgan. Bir hadisda osmondan bir kishi tushib, bir sahobaga azon o'qishni o'rgatgan. O sahoba o azonni o'qigan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga kelib o'qigan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunga qo'shilgan. Masalan, Abdullah ibn Zeyddan rivoyat qilib deydi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir naqusqa buyurdi. Naqus degan bir dumbaqqa yu'mal liyuzraba bihi linnas li jam'i salat bir dumbaq yasalsin, dumbaq tayyorlansin deb buyurdi. U dumbaq bilan odamlarni namozga jug'lash uchun o dumbaqqa urilish orqali dumbaqni dang 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 urish orqali azan namozning vaqti kirganligini, namoz boshlang'ili qolganligini bildirish uchun dumbaqdan birini tutuli deb payg'ambar alayhisolatu vasallam buyurgan. Tafa bi va ana naim rajulun yahmilu naqusan fi yadihi. Shunda chaqda men uxlavassam qo'liga bir kanayni ko'targan bir adam cho'gilayotdi, uxlavassam qishimda. Faqultu ya Abdullah, men dedim ki ey Allah'ın bendisi atabi'un naqus ma kanayni setib beramsa men alay. Qala va ma tasna'u bihi. Bu kishi buni nima qilsa, nimaga ishlatmoqchi debdi. Faqultu nad'u bihi ila salat. Men uni namozga chaqirtmaz. Bu orqali namozga chaqirtmiz desan, qala afala adulluka ala ma huwa khayrun minka. Buningdanmi yaxshi bo'lgan, buningdanmi güzel bo'lgan bir ishni seni boshlab qo'ysam qandoq deysa, buning qandoq qaraysa debdi. Faqultu lahu bala, men unga bo'lsa bir shunday qilgan dedim. Qala u dediki o ravi deydi. Faqala o dediki digilsen Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber de yukarıda biz degandek qala summa ista'khara anni ghayra ba'id. Deydi bu Abdullah ibn Zeyd o kishi mendan azroqgina neriga ketdi. Azroq neriga ketdi. Summa qala taqul iza aqamta salat an o kishi namozni takbir o'qisan Allohu akbar Allohu akbar degan deb buni degdi. Men falamma asbahtu sa'irlikni qopab o'zimdan qopab tangab turib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qashqa kelib akhbartuhu bima ra'aytu. O payg'ambar alayhisolamga men ko'rgan tushimni xabar berdim. Faqala innaha la ru'ya haqqun inshaalloh. Bu tushga haq tushgan Xudodan bo'lsa, haq tushgan faqum ma Bilal, sen Bilal bilan birga tur,
فألقي عليه ما رأيت وبلالغا sen kögününü deppe onunla taşla fel yuazzin bih o Bilal aşının bilen ezan okusun fe innehu enda savten minke o senindin avazı güzel yukarı yangra caraqlıq onun avazı dedi Peygamberim fakumtu ma'a Bilal men Bilal radıyallahu anh'ın kaşığı varıp فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ Bilal radıyallahu anhu'a bu azanı taşladım ve o Bilal radıyallahu anhu o azan bilen azan okuydu. Kâle fesemi'a zâlike Ömür ibn Hattab ve huve fî beyti. Bu ravi deydi Abdullah bin Zeyd. Bu haberini Ömür ibn Hattab radıyallahu anhu bu azanını üyüdü turup anladı. فَخَرَجَ يَجُرُّ رِبَاءَهُ يَقُولُ Şunu olan Ömer radıyallahu anh özününki yektikini sürgen halette tonunu sürekli aldırganın tiz yügergen haletinde yani yugurep sürgen halette çıkıp deydi وَالَّذِي بِعَسَكَ بِالْحَقِّ Sine hak bilen evetken zat bilen kasem ki ya Resulallah لَقَدْ رَأَيْتُ مِسْلَ مَا اُرِيَ Memmu şu kişi kögen, kişi kögen. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, فَلِلَّهِ Allah'a medhiye bolsun, hamd sanalar bolsun dedi. Hem de İmam-ı Tirmizi ezan ve tekbirinin kelimelerini demedi, İbn-i Mace ikametinin lebzini demedi, demek mana bu şundak hadislerini nimeleri rivayet kılgan. Allahu Ekber, Allah en çok demektir. Allahu Ekber, Allah çok. Bütün dünyadaki neslinin hemmisini o yaratkan, o ekergen, o baş koğan, o idare kılan boğallık için o hemmedin çok, hemmedin ulu diyen bu sözden kim? Eşhedü en la ilahe illallah. Dünyanın mutlak hükümranı, padişahı boğan, hamma mahlukat mevcudatını o dünyaya ekergen, dünyanı müşüphette uğurlaştırıp sistemlaştırgan bundak ulu kudretlik Allah'a şunda bir dualık vermen ki la ilahe illallah Allah'ın başka boysunuş, kul buluş, baş ilişki haklık boğan bir ilah yok deb dualık vermen. Deb bunu işkıhtım degenden ki o bizning ilahimiz, bizning ma'budimiz, bizning Tanrımız bulduğun bolsa o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ını bizlerge evetken doğru yolunu göstergili, hakka başlıgılı, onun biz üçün düşegen kitaplarını bayan kılgılı evetken Allah'ın elçisi dep Muhammed Aleyhisselam'ını dualık verme. O bizge şu arkalık hakkını göstermekçi, hidayetini göstermekçi dep dualık verme. Digendir ki, mana bu itiqad, mana bu ideyanın törtkisi de hayy alel falah, hayy ala salat, namazgı kel. Yani ey insan, zan Allah büyük de, onundan başka ilah yok, baş bana yok, onundan başka kul buluşka haklık zat, tegişlik zat yok digen ikensen, beşinni onunla koy, belinni onunla ek, özengni onunla tapşır deydigan hayy ala salat, hayy ala falah. Mana bu Rabbinge kulçılık kılış, Rabbinge özengni bağışlaş, Rabbin için özengni tapşırış, Rabbinin aldıda kulçılık kılış, bu nicatlıkı kelgin dep bulap Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Ve vafakahu Ömer. Mana bu yukarıdaki azanın kelimesiga Ömer radıyallahu anh sahabalardan bir cemaat koşuldu, muvafıklaştı. Fakale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bununla yani Abdullah bin Zeyd'a ya Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem allimhu Bilal'en onun Bilal'a bildirgen dedi. Fe innehu enda minke savten o Bilal senden avazı güzel, senden avazı yukarı, senden avazı carağlıktır.
Demek her bir işinin nimesi var, ilgisi var. Teşvikat degen üllük çıkışı, jirakka yetişi, köp adamlarının ağlışı, asasi maksat bolganlyk üçün Peygamber aleyhissalatu vesselam bana gerçi o azanını sahabe kögen bolsunmu, ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Bilal radıyallahu anh okuşku buyurdu. Ve allemehu fekâne yuazzinu bihi. O sahabe o azanını Bilal uygutup koydu, ama boğan Bilal o azan bilen azan okuydu. Kâle ve la terci'a fiha. Bu sennib deydi, bu azanda kaytı okuş, yandırıp okuş, yani muğluk okuş yok deydi. Bir xil muğluk okuş yok. Li'ennel cemaatellezine ra'av, çünkü asmandın azanının asla boğan, asmandın küçününki azanını rivayet kılgan cemaat tercihni, yani muğluk okuşni rivayet kıldı. Ve ayzan ve hem cezmen ula dedi, sümme sabara huneyheten sümme kâle misle zâlik. An o kişi azraq tude, an dedi ki muşunun okuşni dedi. Yana şu yukarıda Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Ve zâde fihi ulunga kad kâmeti salâvi koşap koydu. Namaz okulğunu koptu, namaz tuğulu koptu, namaz tudu degenini işkiftim. Ve la terci'a fil iqameti icma'an. Tekbirde mun yok. İcma, bütün ilmalının icmasından tekbirde mun yok. Tekbirde undak mun yok. Ama azanlı çoğu mun var. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın bazen hadislerinde azanlı mun bilen okuyorlar, güzel okuyorlar, yandırıp okuyorlar, yenip okuyorlar degen bu hadisleri muhabba. Ve ma ruya ennehu aleyhissalam, bununla yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rivayet kılgan nasik rivayet kılındı o nasi cezmen Peygamber aleyhissalam lakkana Aba Mahzuretel azana, Aba Mahzur'a azanını ügütüp koydu ve emerahu bittarci'i ve onu mumluk okuşka yandırıp okuşka buyurdu dep rivayet kılgan nasi fe innehu kâne ta'limen, o ügütüşçünlüydü o. Deslapta azanını kanda bolsa şunda ügütüşçünlüydü. Ve ta'limu galiben, hani bunda yandırış ta'lim ügütüş köpünçe ügütüş köpünçe bununda tekrar yandırıp okuludu. Liyuhtaza dedi yad ağlıqçı yadını vasın, isini saklavasın der. Fezennehu minel azanı, am bu sahabe bunu, yani ravi bunu azan dep oylap kalgan. O Peygamber Aleyhisselam'ınki şu yandırıp okutaganda azan bu dep oylap kalgan. Ameliyatda azan emesti o, fakat şu azanını ügütülgen kişi bir ügünü vasın, bölü vasın, isidi tutu vasın dep Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu kayta okuğa ügütüp koygan deydi. En tercih digen nima ise en yahfize savtahu bis şehadeteyn evvelen. Şehadeteyn de eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye şehadette evvelde avazı tas okuydu. Sümme yerfa'u bihima savtahu, an o ikisi avazını kötürdü. Arığa bağında eşhedü en la ilahe illallah der, avazını igiz kötürgen yuqur oğanlıqını tercih ediyoruz. Bu şu ügütüş üçün. Ügütüş üçün bu mısa ondak emestir. Ama başka rivayetler Peygamber Aleyhisselam'ın ta'lim üçün emestir. O ta'lim üçün bolsa mı, ama başka rivayetlerde devamlılık şunda okuluttu, devamlılık şunda çıktı denildi. Kâle vel iqâmetu misluhu. Bu sennib deydi, tekbir mu azan o şaş. Fark yok. Şunda siğilleri, süpetleri okşaş, aynı. Ve yezidu fihi ba'del felah. Tekbirde hayy alel felah mümkün kad kâmeti salah.
ne ikki qitim qo'shib qad qomat salatni ikki qitim nima qo'shib qo'ydi. Lima ravayna yuqorida biz rivoyat qilgan hadisga asosan va Abi Mahzura radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisga asosanki u dedi allamani Rasulullohil azana 15 kelimeten. Bana Resulullah azanni 15 kelime kılıp ügetti. Ve liqamete 17 kelimeten. Tekbirini 17 kelime kılıp ügetti. Kale a'immetul hadis. Hadis imamları esahhu ma ruya fi zalike hadisu Abi Mahzura. Bu haqqdamış. Azan bilen tekbir hakkında rivayet kılıngan en sahih rivayet, sahih delil Abi Mahzura radhiyallohu anhu hadisidir. Ama Abi Mahzura radhiyallohu anhu hadisi sahih. Şunun için bunun da nima bor? Tercih bor. Yani munglu o'qishba, mung o'qishba, yandırıp o'qishba. İnşallah dersimizin ahirisini bu ikkisining qandaq namozlarga sünnet bo'ladiganligi, qandaq namozga sünnet bo'lmaydiganligini bayon qilish bilan davomlashtiramiz. Alloh xolisa ata inshaalloh darsimizni Alloh davom ettirishni qilsin. Alloh taolo shu darsimizni islom ummatiga manfaatli ders qilishga nasib qilsin. Allah subhanahu wa taala işlerimizde devamlı bereket versin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.